Aka, Logos maktabidan hozir telefon qilgan o'zim. Farzandingiz bizni ayniqsa Ahmadjonov Elbek biz maktabimizni eng faxrli, eng o'qishga doimo qiziqadigan o'quvchilaridan. Elbek o'zini ingliz tilida eng yuqori natijalarni ko'rsatib, maktab bo'yicha eng yuqori ballarni qo'lga kiritgan. Sizga mana shunaqa farzandni tarbiya qilganingiz uchun, shunaqa farzandni doim ilmga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Bu bizni maktabimizni tashakkurnomasi, maktabimiz nomidan sovg'a. Rahmat, Shunaqa Elbekdaqa farzandni jamiyatimizga yetkazganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Sizlarga ota-onalar hamisha ko'paysin. Aka, o'zingizni fikringiz qanday? Men ayniqsa mana shu bolalar, farzandlar hozirgi kunda ko'proq bilimga qiziqishi uchun albatta ota-onani o'rni, roli juda ham katta. Nima qilish tavsiya berasiz boshqa ota-onalarga? avvalo rahmat, e'tibor berib shunchalik mana o'qityapsizlar, bilim beryapsizlar, tarbiya beryapsizlar. Qolgan ota-onalar ham shu mehnatini Ilohim, Elbek, men ishonaman, o'zi ham harakati ham, muomalalari ham juda zo'r. Abzal chaqqonga inshaalloh o'zingiz xohlagan, Elbek o'zi xohlagan o'qishlarda o'sha Yevropa deysizmi, butun bir eng top 10 ta universitetlarga o'qishga kirishiga inshaalloh biz ishonamiz ustozlar. Sizga kattakon rahmat aka. sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Mana shunaqa farzandni voyaga yetkazganingiz uchun sizga ming rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.